Biz viloyat O'zbek Milliy madaniy markazining ayollari shu paytgacha o'zbek millatining bayramlarini, to'ylarini, keyingi paytlarda o'limlarini munosib tarzda shu paytgacha o'tkazib, marosimlarni o'tkazib, yopib kelganmiz. Lekin mana shu 5-6 kundan beri bo'layotgan shu ayollarni tashvishini hozir o'zinglar ham ancha-muncha eshitib turibsizlar. Bu yana ham zo'r gapdan bizni eshitamiz deb vaqtli hukumat vakili eng toza o'zini boshidan ham shu binolar, tuhmatlar o'tgan, hech kim tushunmasa ham tushunadigan odam keldi. Ozgina yigitligini to'xtatib turinglar deganimiz uchun zo'rga to'xtatib turibmiz. Bolasi o'lgan onalar, bolasi yaralangan onalar, kuyov yaralangan, qayerdadir melis olib kelib ketgan onalar, dod ketmaymiz, shu hukumatga bosib boramiz deb kecha ham bu yerda ko'pchilik to'planib, bizni shu yerda otsin, undan keyin xotirjamlik gapirsin. Nimaga televizor shunaqa deyapti deb shu yerda dod voy solib shuncha ayol, bu mingdan biri nechtasini zo'rqatdan uyiga jo'natib yubordi. Xotirjam odamlarni to'playotgan bo'lsa, o'sha kunlari marodyorlarga qo'shilib ketmaylar. Yoshlar kimlardir yur bu yoqqa deb qaysidir bir направлениядagi qo'shilib ketmaylar deb ushab turdi. Mana televideniyadan ham o'zinglar ko'rdinglar, disklarini ham ko'rdinglar. Bu yerda turgan bolalar ko'p, o'zinglar bilasizlar, bizning bolalarimiz zakonoposlушный bolalar. 5 vaqt namozini o'qib, mehnatdan bo'shashmaydi. Ko'ryapsizlar, mehnatdan topadi resom. Pul topsa ham, non topsa ham. Bu bolalarni yo'lga solish oson. Lekin kimlargadir kerak bo'lib qoldi, shu ikki xalqni o'rtasini buzib turib, uchinchi kuchlar foydalanib qoldi shunda. Bundan hozir vaqtli hukumat ham foyda ko'rmayapti. Millatlar ham foyda ko'rmayapti. Bizga Qirg'iz elimizga tinchlik kerak. O'zbek elimizga tinchlik kerak. Endi uchinchi buni uyushtirayotgan kuchlarga nima kerak? Xotirjonga o'xshagan shu odamlarga yordam beradigan, o'quv joylari qurib beradigan odamni yomonotlik qilish kerak bo'lsa, sizlar mana siloviy strukturani boshqarisizlar. Tuhmatni nimaligini hech kim bilmasa ham siz yaxshi bilasiz. Shu narsaga to'g'ri ko'z bilan qarab, ikki tomonlama bo'lgan voqealarni qarab yetib bersangiz degan shuncha onalarni so'rashini aytyapman. Bu onalarni to'xtatib qolishga biz qurbimiz yetmaydi.